Bugun oddiy fizioterapevtik muolaja hisoblangan banka qo'yish amaliyoti haqida tanishamiz. Muolajani boshlashdan avval albatta teriga ishlov berishimiz kerak. Ya'ni iliq suvga shimdirilgan mato bilan teri yuzalarini tozalab olamiz. Tozalab olingan teri yuzasiga vazelin bilan ishlov beramiz. Spirtni paxtaga shimdirib olamiz. Bemorga yaqinlashib 2-3 sekund davomida bankani qizdirib tanaga joylashtiramiz. Umurtqa pog'ona kanali bo'ylab qo'yish mumkin emas. Agar biz bankani to'g'ri qo'ygan bo'lsak, teri 1 sm dan 3 sm gacha yuqoriga ko'tarilgan holatda bo'ladi. Bankalar 20 daqiqadan 30 daqiqagacha turishi mumkin. Bankalarni qo'yib bo'lganimizdan keyin bemorimizning ustini yupqa mato bilan o'rab qo'yamiz. Agar juda ham orqasini qizdirib yuboradigan bo'lsa, 30 daqiqa kutib o'tirmasdan bankalar ehtiyotkorlik bilan olinadi. Biz bankalarni olayotganimizda yuqoriga qaratib tortib olmaymiz, balki bir qo'limiz bilan terini pastga tortib, ikkinchi qo'limiz bilan aylanma harakatlar bilan sekin-astalik bilan teridan demak chiqarib olamiz. Bankalarda olib bo'lganimizdan keyin teri yuzasiga iliq suvga namlangan yumshoq mato bilan ishlov beramiz. Ishlatib bo'lgan bankalarimizni 0,5% xlorli eritmaga 1 soatga bo'ktirib qo'yamiz va 1 soatdan so'ng oqar suv ostida yaxshilab sho'tkalab yuvilib, quruq holatda saqlaymiz.